Gecelerden uygulup söyledim seni. Sevgi için köprü çektim cavru capana. Bilmedim bir ömür hasrette jürdüm. Vicdanlı kıdım, akide kıldım. Velikin kaldım ben armanda. Heyrane, sersane, aşkında ben buldum veyrane. Heyrane, sersane, aşkında ben buldum veyrane. Gecəlerde küyleymen akşamda ben bir seni. Şu mellendin kitelmeymen şu akşamı. Ey belek sen beni kutkazdın, esretlik çaldın. Muhabbetimge akidem bardur velikin kaldım ben armanda. Heyrane, sersane, aşkında ben buldum veyrane. Heyrane, sersane, aşkında ben buldum veyrane. Heyrane, sersane, aşkında ben buldum veyrane. Heyrane, Heyrane, sersane, sersane, aşkında ben buldum veyrane. Aşkında ben buldum veyrane. Bek kaltısko, usul öğrengenin faydası. Bek kaltısko, nakş öğrengenin faydası. Kanada olsa yetekçi taslanın bahası ile tavsiyesini alıp bakayla ya. Adilesi de kustas. Ben ahiri bir naiti özünü koyup etken içindeki hissiyatını partlap çıkan bir mahirini gördüm sahnede. Elbette şunda olğanı benim tavsiyerim Merdan. Rahmet. Abdullah Astas. İşte o'quvchimiz intayin yaxshi ijro qildi. Ha, naqshimizni. Buni siz aytgan ha shunaqasini. Biz o'yinlarda aytgan. Boshqa xil bo'ldi unaqa. Mushu bollar. Ularga çok taşlip ettiniz müştak nakşılar bu musu sizden ügengen ben amen beyni. Rahmat. İftixona ovozi biroz kasbiy ovozga yaqin chiqyapti. Endi Mardan usul o'rganganmi? Ha, usul öğrengen. Va, shuningga Şuna degina. erkekte qarana Jackson'dek degan. Shu bu ikkilisi bir-biriga ta'sir qilib buguncha o'zini bir qo'yibdi. Bizning o'quvchilarimiz sahnada bir qatim shu bo'lingan naqshni aytdi, yaxshi ijro qilishning o'zi yaxshi natija. Chunki buni el ko'rida anglaydi. Har qatim mangan vaqtimizda, har qadamimizga mana shunday astoydil, qizg'in muomala qilsak, utuq degan shu. Bundaq har bir qadamdagi utuqlar to'planib, oxiri sizlarni ko'kdagi yulduz qilib chaqintidi. Her bir halkıga herkes boş koyup yetişki olmaydı. Ben mi bir o'quvchini tavsiye qilay, bu ikkisini bir-biridan qilishqisiz singlim Mardanni tavsiye qildi. Men mu iftixorga rag'bat bermoqchiman. Rahmet Abdullah Astas. Dil Çatıraydın Ustas. İki yılın içinde bir ot vakında şu müzik gitar acayip pes canlı ya bir kıl çalıngan. Rock müzik işte oldu. Belki yaxşı oyunda oldu. Merdam sen yaman Tetika. tiş tutmaydı iken sen de. Midırlap tuturdu iken sen. Kepsiz balkan bu. Kepsiz iken bu. Bunu aşım ötükle itizlikini koydu. Şu kepsizligi lazım da bizge. Yaman pezge. Ben akşam rast yaptın arasında burun ben ağladım. Abdullah Abdülhamid burun itkan hep. Uyurlar da. Rivayet diyor vaktida. Bizden Uygur'un bir rock bir müzik bu.
Bek jalliq. Hadi ovozi biroz yo'qroq, yo'riqroq, jalliqroq chiqarkan Merdandan. Men Merdan tavsiya qilaman. Rahmat. Nurnisa Abbas ustoz. O'zingizga o'zingiz qiyin savol qo'yyapsiz-da bugun. Ammo avval bahoringizni bir anglaydi. Merdan umaq o'quvchimchi. Bunda deyishimdagi sabab bu o'zi bir usul rejissyori. Shixanz o'ymekda usul rejissyorlik qildi. Ham o'zim usulni o'ynaydi. Kasbiy naqsh emas, lekin bektirishdi o'zinglarmi ko'rdinglar. Sahnadimi, nayti, kayfiyati, hammasini yurkini mistal tatbiqlab oldi. Men tirishqanda mana shunday natijani ko'rdigan gapda. İftixar bu asli buning ovozi bek isil. Abdullah ustoz dedi, bu kasbiy tarafdan turib so'zlasak ovoz haqiqatan chiroyli chiqyotidi deb. Haqiqatan to'g'ri, ovozi chiroyli. O'zing Shixanzda usul bilan shug'ullanyapsan yoki bo'lsa ancha-muncha naqshma aytib turyapsan? Ancha-muncha naqshma aytayman. Bak qiziqman shu o'zim. Shu iliq usul iliq tukka vaqtisi, mashq qilib bo'lgan vaqtisi, uylarda shu o'zimda ancha-muncha qiyinshib. Ancha-muncha qiyinshib. Mana sahnalarda, rasmiy sahnalarda o'yin qo'yish bunday tajribalarimiz bormi yo'qmi? Shu bir qatim bizning o'qigan vaqt maktabda shu o'tkazgan musobaqada, shu maktabning ichida. U hech qaysi kasbiy emas, bizning usul maktab bo'ldi. Shu Beijing usul instituti. O'sha yerda birinchi o'g'in. Birinchi o'g'in. Senda yaxshi. O vaqtda nim naqsh aytgandan Jacksonning naqshini. Vasiliqi Shavkat, rahmatli Shavkat akamizningki non degan naqshi. Vuyo, nimda yaxshi. İftixar. Markaziy musiqa institutini bitirgan, shunaqa. Uningdan boshqa ish kirdimi, yana musobaqalarga qatnashgan. Shu musobaqa qatnashgan bilan bizniki mau Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashgandiki, hissiyat o'xshash bo'larmi-ki? Hissiyat qat'iy o'xshash bo'lmaydi-ki. Ishkirda endi musobaqa qatnashib turgan vaqtimizda ishkirda hamda Uyg'ur bolalar, o'quvchilar sal ozroq bo'ldi musobaqa qatnashganlar. Ammo bu bizning diyorimizda Uyg'ur bolalar bizniki Shinjongdagilar jiq bo'lgandan keyin sal tamtirash qo'rqash hisob qildiki, u yerdamda aytaverman-ku deb aytavermam ishkirda. Miya kelgandan keyin nurg'ulg'an naqshida eslaydigan yomon bolalar bor, ustozlar bor, shunga tamtirashlar. Miyalarda qiyib ketib qolsam, puraqlarga qanday qilsam bo'ladi deb jiq xiyollar olib ketirki. Demak, besim bo'ldi degan gap. Besim. Xo'sh, unda qolsa Nurnisa Abbas ustoz. Aşı besimning o'zi olg'a ilgirlaydigan nayt yaxshi bir yo'lchi. Hozir Merdan tirishiyotidi. Ovozi toza yar beğenmagan bo'lsa-mu, ammo tirishib shu ovozlarga yetyotidi. Ham naqshini bugun haqiqatan yaxshi ijro qildi Merdan. Ammo siz turaqlarga mundaq hissiyat berishlarga ko'ngil bo'layotgan bo'lsangiz-mu, naqshi ijro qilishingizda azroq masala bor. Meni kechirib o'tinglar. Rost gaplasam, mush ikki o'quvchimdan men qat'iy ağırlanmayman. Bugün mayli men kimga fursatni berishimdan qat'iy nazar, ishkilinglarning to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Oxirgi qarorim İftixar. Muborak olsun. Oldi bilan ustozimga rahmat aytaman, rostga qilsam. Men bu Nursanislik tanlanganda shu Yovvoyi naqshchi deymizmi? Ashtaq. Undan keyin ustozimiz bakchiq iliqi mashq usullarini o'rgatdi bizga. Undan keyin mening shu telefonimga men ba'zi kep bo'lamga vaqtlarim telefonimga loyin qilib, ovoz qilib telefonimga. Ashunda qilib berdi. Ustozim deb menga onliq mehr berdi desak bo'ldi. Men tunji qatim aytgan vaqtim ketkizib qo'ygan birinchi qatim dilamkin. Voy o'rilmadi bo'ldi deb desam, yana Nurnisa Abbas ustoz bizga menga fursat berdi. Mening o'sha kelishimga shu Nurnisa Abbas ustozniki kuchi hammasi. Shunga ustozimga oldilar rahmat aytaman. Undan keyin yana birisi ustozimizningki meningcha tanlashi to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Nima deganda men kasbiy naqshchi emas. Men o'zimniki bakchiq qilib kamchilik his qildim-da bu naqshiga. Usul o'ynasam bo'ldi. Men Amsterdamda nima qilsam naqsh aytib, sen usul qatnashsam olmayman deb. Lekin buni bak yaxshi ko'rmadik. Men texmo tirishib, o'zimda rozi, qo'rqmoqda kasbiy naqshchilar bilan teng to'g'ridak bo'lgan vaqtisi yana bir qatim qatnashim. Yaxshi. Maro. Amaliyotda naqshasida yolg'iz jim turib
Muşu ro'yi jihatdan kishiga oziq beradigan mushundaq naqshlardan boshqa yana kayfiyatni yuqori ko'tarib kishilarni hayajonga sola oladigan sho'x naqshlarmi kerak. Mana usul jihatda hozir voyaga yetdik. Shunaqo. Endi naqsh jihatim yana ozroqli kuchsak, ustozlar turibdi. Ozroqli kuchaydigan bo'lsak, albatta bizningki shu san'at sohamizdagi bir bo'shliqni to'shqizgan holatga yetamiz. To'g'ri. Shundami? To'g'ri. Shuni tirishimiz. Marda o'zini intayin bak aciz naqshchi deb o'ylamaslik kerak. To'g'ri. Chunki Mardanning yuragida naqshiga intayin bak kuchli muhabbat bor ekan. Mushu muhabbatning o'zi Mardanni mushu naqshida bir yaga opirdi. Oxir opirdi. Hammamiz shunday. Bizmi ajizdik. Hammamiz ajizdik. Naqshchilarning hammasi kuchli ko'plar bu paydo bo'lib qolmaydi. Ajizlikdan mushu muhabbat, naqshiga bo'lgan ishtiyoq bizni oldiga menishga intildirdi-chi. Shuning bilan oxir kelib bu natijalar to'plashib, ushaq natijalar to'plashib, xuddi bugun nur sahnasida ikkinchi bosqichga kelganga o'xshash. Mana shunday natijalar yig'ilib, ichkirda maktabning ichidagi musobaqada birinchi bo'lgan natijalar yig'ilib, hammasi Mardanni chaqirtirdi. Uning ustiga Mardanning bir boshqalarda yo'q bir ortiqchiligi bor, usulda alayligi bor. Hozir afkam bizga boya degandek bizning naqshchilarimizning ichida naqshni yaxshi aytadigan bolalarni aytijik. Biroq kayfiyatlik, masalan, bütün sorundagi tomoshabinlarni hayajonga solib, ularni harakatga sola oladigan bunday naqshchilar oz. Biz mush alayligimizni ching tutib, o chaqda xuddi bayatdan naqshni aytgandek, harakatlik, hamda usul o'ynab turib naqsh aytish haqiqatan tez. O'lchamlik chiqmaydi naqshlar-chi. To'g'ri. Biroq biz o'zimizning ovozimizdagi kamchilikni o'sha kayfiyatimiz orqali, hayajonimiz orqali yig'ishtira olamiz. O chaqda biz yana tomoshabinlar tarafidan kechirimga erisha olamiz. Chunki bizning jamiyatimiz bunda deyishimizga sabab yana nurg'un naqshlar bor. O'zining qiyofati, harakati, qizg'inligi, hayajoni va boshqalarni yuqumlantirib hayajoni orqali ovozdagi kamchiliklarni yapadi-chi. Menimcha Mardanda ovozda intayin jiq kamchilik yo'q. Agar mush qizg'inlik bo'lsa, usul tarafdagi alaylikni birlashtirib, unda jiq vaqt ketmasligi mumkin. Bir yil ichida cho'qim yaxshi sahnalarda ko'rinadi deb o'ylayman. Rahmat ustoz. Bağını seyle kıldı Tam seherde uygunu Bilip işki sırrını Turup kaldım oylunu Bağını seyle kıldı Tam seherde uygunu Bilip işki sırrını Turup kaldım oylunu Aldıra baksan meyli Aldıra küydüm dime Aldıra süydüm dime Aldıra baksan meyli Aldıra küydüm dime Aldıra süydüm dime Kimni görsen yaktırır Ben bunu söyledim deme Kimni görsen yaktırır Ben bunu söyledim deme Sen beni söyledim dedin Aldım da kılıp zare Taşladın emdi canı Yıkılıtıp nale nale Köydüm ha söydüm
vapa. Endi bildim sırrını, kelmegey sendin vapa. Qanday qolsa bir yetakchi ustozlarning bahasi shunday bir tavsiyasini olib boqaylik. Qani, Dilshod Raydin ustoz. Bu ishki mayr nominasini oldik. Mening tavsiya qilganim Mahira. Mahira. Rahmat. Adila Sadiq ustoz. Ha, Nurnisa adam bu ishki Mahirni ajab bir guruh qilib qo'yibdi, astag'firullah. Gerçi ikisi ikki xil naqsh aytgan bilan ikkala naqshninki qiyinlik darajasi o'xshash. Yumshoq tarafim bor, avjisim bor, kuchaydigan yerlarim bor, shundoq nafasam mahorat talab qilib turadidim. Ondan men hammadan mak ta'sir qilganim bu ishki Mahirimiz har ishkil shunchalik egiz boshliq oyoq kiyib turib, shu sahnada shu obrazni, shu qiyofatiga, hissiyotga, mahoratga diqqati hammaga chechilib turib, nihoyat yaxshi tampon holatda saqlab ketib bordim. Bu nihoyat pishqan tajribalik naqshchilarningki sahnadagi qiyofaticha bu holatga yetmak shunchalik qiyin. Endi men nihoyat inchkilik bilan bularni kuzatdim. Haqiqatan ostin ustin degan narsa astag'firullah. Agar tavsiya qilaman desa, o'z oldiga aloyligi bor, xosligi bor naqshchilarni xalq bakrak yaxshi ko'radi, qabul qilyapti, ijodkorligi bor naqshchilarni. Shuning asosan Nursada men sizga Mahirani tavsiya qilaman. Abdullah Abdurahim ustoz. Osiyo intayin bir necha qitimliq bizning davomli hamma naqshchilar biladi buni. Ustozlarmi biladi. Bir naqsha insonga ta'sir qilsa, hamda albatta anglaymiz. Anglash birinchi o'rinda turdi. Undan keyin ma'o ko'rish sezgusi o ikkinchi o'rinda turdi. Ammo naqshida asosan anglash sezgusi birinchi o'rinda turdi. Shuning bilan nevromizga ta'sir qilgan eng ta'sirli o'rinlarda har qanday naqsh muzikani yaxshi ko'rgan odamda elaqat to'xuning terisi degan narsa. Ashtaq narsa chiqib qoldi. Ukamma pastda men bir necha qatim terim to'xunikiga o'zgarib ketdi dedi. Shunga o'xshash. Bu Osiyo singlimizning naqshida men bir ikki qatim to'q terisidek bir ish bo'ldim. Demak, Pechkesi. yaxshi ta'sir qildi. Yana bir necha kublit davomlashgan bo'lsa, balkim pechkitdi. Andin bu qiz yamanki, bu naqshida xeyli ipi bor ekan. Mayrami oldin qatimda shu mag'rur qiyofati bilan, mushu anglovchilarning hammasini lol qilib aytgan qiz shu-ku. Siz shu-ya, Mayra. Yaxshi qiyofatlari, sahnadagi turqi o'zini tanishishi, ma'ufkam degandek egiz boshliq kash bizga kiyib boqmadik. Kash egiz boshliq kashda bularga azroq besimmi bo'ladi, lekin mush sahnadagi o'zining latofatini yaksattirish uchun bular cho'qim ashni kiyib chiqibdi. Nihoyatda tanishib turdi o'zini. Bunda bo'lib ketsimi yana ashuni chandumay? Bo'ldi. Bu ideaviy tayyorlik. Ro'yi psixik o'zining sog'lom psixik holatlarini ro'yi tayyorligini puxta qilib chiqqan qiz bo'ldi. Mayraning bu naqshisi yana o'xshash, mush singlimizga Osiyoga o'xshash, hissiyot desangizmi o'xshash. Bu naqshning qiyinlik, ojizlik nuqtalari, kuchli hayajon, hissiyot hammasi aytlar. Osiyo bir oz texnik tajribasi bor naqshchi mening nazarimda. Mahirada ichida bir kuch bor. Bu yana aytilishi mumkin. Mahirani tavsiya qilay. Xo'sh, Nurnisa Abbas ustoz. Men bu ikkisidan haqiqatan arayamayman. Mushundaq ishlarni men beshimdan o'tkazgan bo'lg'ashqa, mushu o'rindiqda qaysar holatda o'tirib turibman. Shuning uchun sizlarning qaysar bo'lishinglarni, menga o'xshash mushundaq oldi qarab menishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat, ustoz, rahmat. Ikki Mahirimiz, ikkinglarning shu men hayron qolaman-da. Bu ustozlar mahir tarbiyalasa, ovozmi bor. Undan boshqa shu sirtqi qiyofatdanmi tatib hammasini bir xil tarbiyalab o'tamlikin deyman. Shu ikkinglar shu sahnaga chiqib ovozinglarni shundoq qilib chiqarib, heliq qiyofat, heliq ifodaga kirgan vaqtinglarda men shundoq hayron qoldim. Tuvandagi shu o'ltirgan tomoshabinlarimizmi balkim shu
kichik Nurnisa Abboslarni ko'rgan bo'lish mumkin. Ana qolsa endi ikkinlarning hozirgi mushu vaqtki hissiyotlarini bir anglab boqay. Mayra. Mayli ma'lum meni tanlasin, ustozim meni tanlasin, shallasin, men ustozimning fikriga mangu hurmat qilaman. Chunki ustozim bizdan burun bir qarar o'quvchilarni tarbiyalagan, tajribasi ko'p, shunga men ustozim bilan bu shallanib kelsam, mangu ustoz shogirdlik ot-singillik munosabatini davomlashtiraman. Shunga men ustozim qanday qilsa, men rozi. Rahmat. Yaxshi. Rahmat. Ishkalanın bayatın qılmış səhnədəki ifadəsini görüb həqiqətən Nurnisa ustazının diginiga o'xshash bir qitimliq kechilikni ko'rgandekli bo'ldik. Asiya. Jiddiylik tugudimi? Tugudi. Bayatın səhnəyə chiqishdan burun shundoq jiddiylashib ketgandingiz. Naqshini aytib qoldingiz, yaxshi baholarga erishdingiz. Endi hozirmish jiddiylik pasaygandagi haqiqiy chin hissiyotingiz qanday? İkimiz o'xshash tarbiya oldik ustozimizdan. Bizni ko'p ajrlarni so'ndirdi. Shuning uchun mush sahnada mushta tik tura oldim. Mushning o'zi menga bir natija. Ustozimga rahmat aytaman. Rahmat. Qaysinglar qilib qilinglar, qaysinglar shallaninglar. Men bilan billa tura oladiganliginglarga javobinglarni oldim. Ham burun bizmi fikrlashgan. Shuning uchun men keskin qarorni qilay. Ikkala o'quvchimning ideyasidan o'tadi bu ish. Xo'sh, eng oxirgi qarorimiz. Meningki oxirgi qarorim Nur sahnasining ikkinchi aylanma musobaqasiga men bilan qo'l tutishib mangadigan mahirimizning ismi ikkinchi aylanma musobaqasiga men bilan qo'l tutishib mangadigan mahirimizning ismi Mayra. Muborak olsun. Bugün kedek mana mushundaq bir musobaqa xarakterini olgan programmada o'zimizning eng yaxshi bo'lgan kayfiyati bilan, eng yaxshi bo'lgan holati bilan naqshi o'rinlash haqiqatan intayin tas. Ammo siz boyatni tuvanda jiddiylashganingiz bilan sahnaga chiqa vaqtingizga holatingiz shundoq yaxshi. Hammalarga boshqacha bir xil anglash tuyg'usi ato qildingiz. Unda qolsa shu ayrilishdan burun siz televizor ekrani oldida sizni ko'rib turayotgan ota-onangizga, shundaqlar naq maydondagi shu tomoshabinlarga, ustozlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Gerçi men Ipak Yo'l sadasi programmasining ikkinchi bosqichida chalinib qolgan bo'lsam-mu, mayuslanmayman. Faqat afsuslandig'im ustozimdan mush sahnada vaqtga ayrilib qoldim. Biroq Ipak Yo'l sadasi programmasidan boshqa programma ekranlarda menga sizlar bilan birga mangaman. Yaxshi naqshlarni sizlarga sovg'a qilaman. Yaxshi. Oxirida ustozimga ko'p rahmat aytaman. Rahmat Asiya. Bizmi sizning bundan keyin texnik nodir bo'lgan ijodiyatlarni, nodir bo'lgan naqshlarni bizga sovg'a qilishingizni umid qilamiz. Qani? Rahmat. Ustozingiz bilan xo'shlashamiz. Asiya safarining cho'nqur ma'nilik naqshisi, jonliq ko'tarangi qizg'in kayfiyatli o'rinlash aloyidligi bizni ta'sirlantirdi. Asiya safarining san'at safarlariga yangi g'albalar tilaymiz. Aşkınında tangda bıcık gözünü Ben kirmesem düşünge Yar bulmasam kışında Yalnız gece sığın kaldı sen beni Ben kirmesem düşünge Yar bulmasam kışında Yalnız gece sığın kaldı sen beni Baxtlikda his qilamsan o'zingni O'tdi yana qar yog'magan
kışlarım Derizemde kaldı tenha mumlarım Öttü yana kar yağmağan kışlarım Derizemde kaldı tenha mumlarım Köylüken gelme girken Ben köygeldim güzelim Oh yalnızlıktın korku mendayım Köylüken gelme girken Ben köygeldim güzelim Oh yalnızlıktın korku mendayım Kelgin, kışıma